Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda mana bu qiziq savolimizni yechimini ko'rib chiqamiz. Bu yerda 5 ta yarim aylana berilgan va aylanalar orasidagi masofalar berilgan va bo'yalgan yuzani toping. Ya'ni o'sha 5 ta yarim aylananing yuzalar yig'indisini topishimiz kerak. Xo'sh, birinchi navbatda ularning radiusini topib olishimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib topib olamiz? Xo'sh, demak aylanamiz bu yerda ikkita radius bor. Bu yerda ham ikkita radius bor, bu yerda ham ikkita radius bor. Bu yerda ham ikkita radius bor, bu yerda ham ikkita radius bor. Xo'sh, demak, tepadagidan bog'lanib uzunligini topamiz. Shu kesim uzunligini topamiz. Ikkita radius, ikkita radius, ikkita radius, ya'ni 6 ta yer bo'ladi. 6 ta yer plus 12 12 24. Endi pastdagi ifodalardan foydalangan holda shu kesmani uzunligini topamiz. Ikkita radius, ikkita radius, demak 4 ta radius. 4 ta radius plus 22 22. Demak 44. 44 dan 6 ni qo'shadigan bo'lsa 60 bo'lar ekan. Xo'sh, demak radiusimizni bu tarafga olib o'tamiz. Bizda 6 ta 4 ta 2 ta qoladi. Barobar 60 ta 24 ni ayiradigan bo'lsak 36 bo'lar ekan. Xo'sh, yerni topadigan bo'lsak, demak radiusimiz necha bo'lar ekan? 18. Xo'sh, demak bo'yalgan yuzani topishimiz uchun SU deb qo'yaylik. SU, ya'ni umumiy bo'yalgan yuzani topishimiz uchun pi ko'paytirilgan r kvadrat taqsim 2 ni 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak radiusimiz 18, bemalol bo'yalgan yuzani topib olsak bo'ladi. Mana shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.